nemis tili. Hop, endi men nemis tilini ingliz tilichalik bilib olmayman-u, shu bir где-то bir oliy tabaqali filologik dotsent bo'lsa kerak uровнем nemis tilida. To'g'risi, ingliz tili o'qiyotgan bog'lar nemis tiliga vashi yaqinlashmay qolganlar, men maslahat bermayman. Chunki nemis tili qanday tashkil topgan til bilasizlarmi? Mana yer yuzidagi hamma so'zlar to'plab turib, eng xuniylarini olib bitta til qilishgan, tushunyapsizlarmi? U yerda misol kimdir sizni maqtayotgan bo'lsa ham so'kish eshitayotgandek turaverasiz u tilda, to'g'risi. Desa, mana shu odobli degani, tushunyapsizlarmi? U tashnaqa bu yaxshi so'zlar yo'q. Mana tasavvur qilinglar-da. Любовь, mana men seni sevaman bor, to'g'rimi? Seni men sevaman, o'zgarmaydi. Ya люблю тебя. Тебя я люблю. O'zgarmaydi. Lekin nemis tilida men misol yurtim senga she'r bitdim buyundi tarjimasida bitta so'zni o'rnini almashib olsin-da, u qamalib ketasizlar уже. Vatanxon sen nimaga Yaponiyani, Germaniyadan ko'ra ko'proq maqtayapsan deyishveraveradi u. Shuning uchun